Kredit olishga umumiy asoslarda shaxsan qarshiman. Sababini ham izohlab berishim mumkin. To'g'ri, siz qaysidir vaziyatingizdan u olib chiqib ketishi mumkin. Shunda ham risklarni inobatga olish kerak. Hech qaysi bank, hech qaysi odam, даже hech qaysi moliyaviy tashkilot sizga faqat foyda qilish uchun bermaydi kredit. To'g'rimi? Uni foydasi bor. O'sha to'g'ri, siz agar shunaqa kritiskiy vaziyatda bo'lsangiz, mayli kreditni oling, lekin o'shanda ham kredit shartnomasini kafil bo'layotgan bo'lsangiz, kafillik shartnomasini o'qib ko'rib oling. Siz aytayotgan o'sha 56% yoki uyingizdan keyin mol-mulkingizga qaratilishi, bular hammasi shartnomasida yozilgan bo'ladi. Ertaga sudga bersangiz ham siz ularni yuta olmaysiz. Sababi siz onlayn olsangiz ham siz ofertani bosgan bo'lasiz. Saytlarda o'shalarning ommaviy ofertasi yoki qonun qoida, kredit olish uchun qoidalari yoki shartnoma degan narsalar chiqadi. Bilib bilmay o'sha ko'kchani bosib yorasizlar. O'sha bosganinglar roziman degani o'sha. Ertaga sizlar sudga mani mol-mulkimni, televizorim uydan ko'tarib ketadi yoki boshqa narsani olib ketyapti deb murojaat qilganingizda shartnoma shunda tepaga chiqadi. Shartnomada agar men palonchi muddatgacha kreditimni bermasam, foiz to'lanadi, foizni ham vaqtida bermasam, mol-mulkimga qaratiladi. Mol-mulkimdan hammasini olishingizga sizlarga bemalol ruxsat berib qo'yaman degan joyi yana ko'p o'xshaydigani kafillarda ko'pincha oyligim tushdi, kredit yechib oldi deydi. Hech qaysi bank o'z-o'zidan sizni ish haqingizni yechib ola olmaydi. O'z-o'zidan bo'lmaydi bu jarayon. Siz o'sha kafillik shartnomasida, kredit shartnomasida bandida meni plastik kartamga ruxsat bor yechib olishga degan bandiga imzo qo'ygan bo'lasiz. O'zi xohlamasa, imzo qo'ymasa, rozilik bermasa, hech kim undan sud qarorlaridan, majburiy undiruvlardan tashqari, ani soliq shulardan tashqari o'z-o'zidan ola olmaydi. Bank ham shular jumlasidan o'z-o'zidan ola olmaydi. Demak, siz ular bilan tuzilgan shartnomada plastik kartangizga ruxsatni berib qo'ygansiz. Vaziyatingiz kredit olishdan yengillashadigan bo'lsa, albatta hujjatlarini ko'ring. Ya'ni kredit shartnomasi, kafillik shartnomasi, umuman shu kredit olish jarayonidagi siz uni onlayn olasizmi, offlayn olasizmi, o'sha hujjatni yaxshilab 10 minut vaqtingizni ayamasdan o'qib chiqing. Undan keyin oling.